53 raqam ostida Adlinaxon laqabli Saman ot, otasi Aygirkan, onasi Habibi, egasi O'zbegim ot zavodi. 55 raqam ostida Zinunaxon laqabli Saman ot, otasi Halalxon, onasi Zvyozdichka, egasi Aziza Ismoilova. 56 raqam ostida Zuhraxon laqabli Saman ot, otasi Ahtamar, onasi Zuleyxa, egasi Nozimaxon Said Muxtorova. 57 raqam ostida tillarangli O'zay laqabli ot, otasi Melebaydak, onasi Ovgankala, egasi Magomed Gadji Karachiyev, Rossiya. 58 raqam ostida Pula laqabli Saman ot, otasi Melibatir, onasi Pulxatin, egasi Stavropolskiy Konный zavod, Stavropol ot zavodi, Rossiya. 59 raqam ostida Ruminaxon laqabli Saman ot, otasi Ahtamar, onasi Ro'zaxon, egasi O'zbegim ot zavodi. 60 raqam ostida Yakdilxon laqabli Osh Saman ot, otasi Yazaman, onasi Gulpaxta, egasi O'zbegim ot zavodi. 61 raqam ostida qora rangli Gulchehraxon laqabli ot, otasi Yazaman, onasi Guzalli, egasi O'zbegim ot zavodi. 62 raqam ostida Rayxon laqabli Saman ot, otasi Shoh, onasi Bahora, egasi Shahnoza Gulyamova, Markaziy ipodrom. 63 raqam ostida Izabel rangli Izabel laqabli ot, otasi G'ayrat, onasi Rayhona, egasi Nazirov. 64 raqam ostida Garifa laqabli To'q Saman ot, otasi Melibatir, onasi Ganatli, egasi Stavropol ot zavodi. 65 raqam ostida Rayhonaxon laqabli To'q Saman ot, otasi Ritim, onasi Moyraxon, egasi O'zbegim ot zavodi. 54 raqam, 55 raqam, 56 raqam, 59 raqam, 60, 61, 63, 64 va 65 raqam ostidagi ishtirokchilardan ringni tark etishlarini so'raymiz. Итак, ринг покидают участники под номером 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65. Ringda qoladigan ishtirokchilar 57, 58, 62 va 88. Bular ringda qolishadi. Qolganlardan ringni tark etishlarini so'rab qolamiz. 63 raqam. Izabel rangli, Izabel laqabli Ayg'ir. Yo'q, bu biyalar. Oltmuş birinchi raqam ostidagi Gulchehraxon laqabli qora rangli biya ringga qaytishingizni so'raymiz. Просим вернуться на ринг вороную кобылу по кличке Gulchehraxon, номер 61. Muqaddina qaytdim. Sen alanga quraliya deysana Muqaddina. Muqaddina va chiqardik gapirdi. Qani nomeri? Aylantirdik fanku. To'xtang, nomer beraman. Nomberi bor bir tomonda. Mana bor ya. Ishtirokchi ringni tark etadi. Ring покидает номер 63. Izabelova кобыла по кличке Izabel. Faxrli 3-chi o'rin tilla rangli O'zay laqabli 57 raqam ostida harakatlangan biyaga nasib etdi. Надо, наверное, Гаджи награждать ли это, она подсказать где-то. А сейчас отпускай, чуть-чуть, потихонечку. Не заходите в кадр.
Девушки не смотрите. Секунду. Секунду. The third place, Palomina color, Ozai, name number 57. The owner, Karachiyev Magomed Gadji, Russian Federation. Как мы ее успокоили. Ana endi ikkinchi o'rin sohibini taqdirlaymiz. 61 raqam ostida harakatlangan qora rangli Gulchehraxon laqabli biya ikkinchi o'rin sohibiga aylanmoqda. Egasi O'zbegim ot zavodi. Итак, второе место присуждается вороной кобыле по кличке Гульчехрахон под номером 61. Владелец конный завод O'zbegim. The second place goes to the black filly Gulchehraxon, number 61. The owner O'zbegim Stud Farm. Sharq maqbarida 2025 ochiq jahon chempionatining g'olibi 88-raqam ostida harakatlangan Isabella rangli Sherifa Dancer laqabli biyaga nasib etyapti. Egasi Alur ot sport комплекса. Почетное первое место, дорогие друзья, и звание чемпиона мира присуждается кобыле по кличке Шерифа Дансер. Изабелловой масти, владелец конно-спортивный комплекс Allure. And the first place and champion's title goes to Sherifa Dancer. Number 88, the owner, the horse sport complex Allure. Ana endi chempion aylana bo'ylab faxrli harakatni amalga oshiradi. Krug почета chempiona mira Sherifa Dancer. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, bizda yana ikkita ring qoldi. Ushbu ikkita ring o'tkazilgandan so'ng biz muxlislar orasida ham kim g'olib bo'lganligini e'lon qilamiz. Сегодня нашему присутствующему на нашем мероприятии есть известный талантливый художник Ильшот Ишматов, который выставил также свои красивые картины. И если есть желающие, вы можете подойти, ознакомиться и даже их приобрести. При входе на завод, дорогие друзья,
Вы увидите эти прекрасные творения. 66 raqam ostida to'riq rangli Adentaxon laqabli ot. Otasi Aygirkan, onasi Gulchaxon. 67 raqam ostida kul rangli Aznuraxon laqabli biya. Otasi Xattotxon, onasi Adeliyaxon, egasi O'zbegim ot zavodi. 69 raqam ostida to'riq rangli Maloxotxon laqabli biya. Otasi Sultonxon, onasi Marka, egasi Azizbek Usmanov. 73 raqam ostida Izabella Sandiqxon laqabli biya. Otasi Prestijxon, onasi Sayyoraxon, egasi Dada Xadjayev. 75 raqam ostida Tilla rangli Afinaxon laqabli biya. Otasi Aygirkan, onasi Gradatsiya Ser, egasi Azizbek Usmanov. 71 raqam ostida Izabella rangli Ozodaxon laqabli biya. Otasi Prestijxon, onasi Aliva, egasi Sherzod Qurbanov. 67-68, 70-71 qoladi. Kız bana. Kızama. Из-за